jannat. Jannatning maxluqligiga Qur'ondan dalillar. Uiddat lil muttaqin. U jannat taqvodorlar uchun tayyorlangandir. Oli Imron surasida shunday deyilgan. Ikkinchi dalil Hadid surasidan. Uiddat lillazina amanu billahi va rusulihi. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirganlar uchun tayyorlangandir. Najm surasida aytiladi va uzlifatil jannatu lil muttaqina g'ayra ba'id. Va jannat taqvodorlarga uzoqda qilinmasdan yaqin keltirildi. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Va taqiq uni boshqa tushishda ko'rdi. Sidratul muntahoning oldida, uning oldida jannatul ma'wa bordir. Jannatning xalq qilib bo'linganiga sunnatdan dalillar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'ngra Jabroil men bilan yurib borib Sidratul muntahaga yetdi. Bas uni men bilmagan ranglar o'rab oldi. So'ngra jannatga kirdim. Qarasam uning ostonasi lu'ludan, tuprog'i esa miskdan ekan deganlar. Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizdan birortangiz o'lgan paytida unga erta-yu kech joyi ko'rsatiladi. Agar ahli jannatdan bo'lsa jannatdan, ahli do'zaxdan bo'lsa do'zaxdan. So'ngra Alloh qiyomat kuni seni qayta tiriltirguncha joying shu deyiladi deganlar. Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Baro ibn Ozibning hadislarida jumladan bas osmondan bir nido qiluvchi bandan rost aytdi. Unga jannatdan joy to'shab beringlar. Unga jannatdan eshik ochib beringlar deb nido qiladi. O'shanda unga jannatning xushbo'y hidlaridan keladi deganlar. Ahmad va Abu Dovud rivoyat qilganlar. Shuningdek jannatning ne'matlari ham jasad va ham ruh uchun atalgandir. Ba'zi bir toifalar aytganidek faqat ruh uchungina emas. Bu haqiqatni anglash uchun Qur'oni Karimdagi jannatni vasf qiluvchi oyatlardan bir ikkitasini o'qishni o'zi kifoya. Alloh taolo G'oshiya surasida quyidagilarni aytadi. Wujuhun yawma idhin na'imah. O'shal kunda bir chehralar ne'mat xursandchiligi bilan to'ladir. Bu chehralar bu dunyoda iymon, ixlos bilan va ibodat, taqvo bilan o'tgan bandalarning chehralaridir. Alloh taolo ularga bu dunyoda qilgan ibodatlari va amali solihlari mukofotiga jannati na'imni berdi. Endi o'sha jannat ne'matlari shodligi ularning chehralaridan balqib turibdi. Lisa'yiha rodiya. Ular o'z ishlaridan rozidir. Endi oxiratda ular o'zlarining hayoti dunyoda qilgan ishlari, sa'ylaridan, iymonlari, ixloslari, taqvolari, ibodatlari, amali solihlaridan rozidirlar. Xuddi o'sha qilgan ishlari Alloh taolo tomonidan mukofotlangani uchun ham ular o'z ishlaridan rozidirlar. Fi jannatin 'aliya. Ular oliy darajali jannatdadirlar. Ular martabasi oliy darajali jannatdadirlar. Ular makoni oliy darajali jannatdadirlar. Ular nozi ne'matlari oliy darajali jannatdadirlar. Ular quyida zikr qilinadigan oliy vasflarga ega jannatdadirlar. Ular shundoq jannatdadirlarki, la tasma'u fiha laghiya. Unda bekorchi gaplarni eshitmaslar. Ahli jannatlar jannatda so'kish, koyish, ozor, yolg'on, bo'xton, botil gaplarni, ko'ngillarini behuzur qiladigan biror og'iz so'zni eshitmaydilar. Chunki bir og'iz bekorchi so'z ham rohatlariga xalal berishi mumkin. Jannatdagilar faqat yaxshi va yoqimli so'zlarni eshitadilar xolos. Bu tomondan bo'ladigan rohatlari ham oliy darajada. Bekorchi gaplarni, so'kish, itob, koyish, tahdidlarni do'zaxiylar eshitaversinlar. Ahli jannatning rohat farog'ati bu bilan tugamaydi. Ularga jannatda boshqa ne'matlar ham bor. Jumladan fiha aynun jariya. Unda oqib turgan buloqlar bordir. Bu buloqlarda turli tuman o'ta lazzat baxsh sharoblar bor. Do'zaxiylar o'ta qaynoq suvni ichib, azoblariga azob qo'shilib turgan bir paytda jannatiylar ana o'sha buloqlardagi anvoyi sharoblardan maza qilib sipqoradilar. O'sha jannat sharobini sipqorish oddiy holatda emas, quyidagi oyatlarda vasf qilinadigan holatda bo'ladi.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Unda baland so'rilar bordir va tayyorlab qo'yilgan qadahlar bordir va saf qilib tizilgan yostiqlar bordir, hamma yoqqa to'shalgan gilamlar bordir. Ha, ahli jannatlar baland so'rilarda, hamma yoqqa to'shab tashlangan go'zal gilamlarda, saf qilib tizilgan yostiqlarda yonboshlab olib, tayyorlab qo'yilgan qadoqlardagi sharoblarni huzur qilib isib qoladilar. Mazkur narsalar oxirat ne'matlaridan bir ko'rinish. Insonda tasavvur hosil qilish uchun bu dunyodagi ne'matlarga o'xshatib vasf qilinyapti. Aslida esa oxirat ne'matlari bu dunyodagi barcha ne'matlardan navi jihatidan ham, boshqa jihatlaridan ham ustun turadi. Buning ustiga u doimiy, abadiy ne'mat. Bu dunyoniki esa o'tkinchi va bebaqodir. Alloh taolo Voqea surasida quyidagilarni aytadi: "Va ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maxdud." O'ng taraf egalari ne saodatlilardir. Ular tikansiz sidirzorlardadirlar. Sidr xushbo'y hidli buta bo'lib, arablar uni hidi uchun yaxshi ko'rar ekanlar. Ammo tikani juda ko'p bo'lar ekan. Oyati karima tushgan paytda ba'zi soddaroq kishilar kishiga ozor beradigan bu tikanli buta jannatda nima qiladi degan fikrga ham borgan ekanlar. Salim ibn Amirdan quyidagi rivoyat keltirilgan. Bir kuni sahroviy arab keldi-da: "Ya Allohning rasuli, Alloh taolo odamlarga ozor beradigan daraxtni jannatda zikr qilibdi", dedi. Payg'ambar alayhisalom "Qaysi daraxtni?" deb so'radilar. U kishi "Sidrni, uning ozor yetkazadigan tikoni bor-ku", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo fi sidrin maxdudin, ya'ni tikansiz sidirzorda degan-ku, uni tikansiz qilgan har bir tikoni o'rniga meva chiqaradi. U mevadan bir-biriga o'xshamagan 72 xil taom bo'ladi, dedilar. Va tarhim mamdudin va zillim mamdudin va ma'in maskubin va fakihatin kathira la maqtu'atin va la mamnu'a. Serma va bananzorlardadirlar va yoyilgan soyalardadirlar, oqar suvlardadirlar, serob mevalardadirlar, tugamaydigan va man qilinmaydigan. Odatda bizning tilimizda ham kishining biror narsaga serobligi bildirilmoqchi bo'lsa, falon narsaning ichida deyiladi. Xuddi shuningdek, o'ng taraf egalarining holatlari ham jannat nozi ne'matlari ichida degan ma'noni so'z va jumlalar orqali ifoda qilinmoqda. Misol uchun, sermeva bananzorlardadirlar, ya'ni bananzor ichida, bananlarga ko'milib deyilmoqchi. O'ng taraf egalari jannatda yana va furushin marfu'a, ko'tarilgan ko'rpachalardadirlar. Ko'tarilgan tushunchasi ma'naviy va moddiy ko'tarilganligi ma'nolariga ega. Jannat va uning abadiyligiga dalillar. Alloh taolo Kahf surasida quyidagilarni aytadi: "Innallazina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, xolidina fiha la yabghuna anha hiwala." Albatta iymon keltirgan va yaxshi amal qilganlarga Firdavs jannati manzil bo'lgandir. Unda abadiy qolurlar va undan ko'chishni istamaslar. Iymon va amali solih bandaning Alloh taolo huzuridagi qadr qiymatini oshiradi. Oxiratda esa jannatga tushishiga sabab bo'ladi. Jannatga tushganda ham u yerda abadiy qoladilar. U yerda shunday qadr qiymat, rohat farog'at topadilarki, boshqa joyga ko'chishni zinhor istamaydilar. Alloh taolo Sod surasida quyidagilarni aytadi: "Va inna lil muttaqina la husna ma'ab, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, muttaqiina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab, wa 'indahum qasiratut tarf atrab, hadha ma tu'aduna li yawmil hisab. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad." Albatta, taqvodorlar uchun go'zal oqibat, ular uchun eshiklari ochiq adin jannatlari bordir. Bu yerda yonboshlagan hollarida undagi ko'plab mevalar va sharoblardan chaqiradilar. Ularning huzurida ko'zlarini nomahramdan tiygan tengdosh hurlar bordir. Bu sizga hisob kuni
uchun va'da etilgan narsalardir. Albatta bu bizning beradigan rizqimizdir. Uning hech tugashi yo'qdir. Zikr qilingan ana o'sha narsalar Alloh taoloning taqvodor bandalariga beradigan jannati rizqi. Bu rizq doimiy va abadiydir. U hech qachon tugab qolmaydir. Jannatning abadiyligiga sunnatdan dalillar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kim jannatga kirsa ne'matlanadi, noumid bo'lmaydi, bardavom qoladi va o'lmaydi deganlar. Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir nido qiluvchi nido qilib, ey ahli jannat, albatta sizlar uchun abadiy ravishda sog'lom bo'lishingiz bor, bemor bo'lishingiz yo'q, yosh bo'lishingiz bor, qarishingiz yo'q, hayot kechirishingiz bor, o'lishingiz yo'q deganlar. Muslim Abu Saiddan rivoyat qilgan.